Men 100% garantiya beraman, siz stress haqida noto'g'ri tasavvurga egasiz. Juda ham ko'pchilik insonlar uchun stress bu jizzakilik, asabiylik, yig'loqlik, qo'rqoqlik, vahimagarchilik kabi holatlarni insonlar stress sifatida tasavvur qiladigan bo'lsa, ko'pchilik insonlar bir narsaga umuman diqqatligini qaratishmaydi. Insonda mana bu simptomlar ayni damda bo'lmasligi mumkin, lekin inson yashirin tarzda stressdan aziyat chekayotgan bo'lishi mumkin. Agardaki siz oshqozon ichak sohasida og'riqlar, diareya holatlar, ich ketish, ich qotish holatlari mavjud bo'lsa, siz nihoyatda tez gripp, shamollash, ORV kabi boshqa kasalliklarga chalinadigan bo'lsangiz, siz juda ham ko'p fast foodlar, shirinliklarni yeyishni ko'p xohlayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qo'lingiz shirinlik tarafga ko'p ketib qolayotgan bo'ladigan bo'lsa, siz ortiqcha vazn yig'ayotgan bo'lsangiz, sizni uyqungizda jiddiy muammolar mavjud bo'ladigan bo'lsa, juda katta ehtimol bilan siz stressdan aziyat chekayapsiz va sizni stressingiz mana shunaqangi yashirin ko'rinishga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu haqda bilarmidingiz? Iltimos kommentariyalarga yozib qoldiring.